Biz 2026-yilning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilib, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha katta vazifalar belgilab oldik. Mahalla bu islohot qayerda ishlayotganini ham, qayerda to'xtayotganini ham aniq ko'rsatadigan barometr. Alohida aytmoqchimanki, eski shaharda qilgan konsepsiyamizda birinchi natijalarini ko'rdik. Natijalar odamlarga ma'qul bo'lyapti. Tartib bo'ldi, intizom bo'ldi, madaniyat paydo bo'ldi. Odamlar yo'limizni qabul qildi desak to'g'ri bo'ladi. Har bir viloyatimizdagi eski shahar qismi bu bizning tariximiz. Buni avaylab saqlash burchimiz. Iqtisodiy o'sish qanchalik barqaror bo'lsa, infratuzilmani yaxshilashga ko'proq mablag' boradi. Bu pirovardida bandlik, daromad va turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi.